Yangidan tayinlangan Yaponiya tashqi ishlar ministri Hayashi Yoshimasa tunji qatim Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan telefonlashdi. Kyoto agentligining xabariga qaraganda, Hayashi o'z davlatining Sharqi Turkiston rayoni va Hong Kongdagi kishilik huquq dafsandichiligiga bo'lgan andishasini ifodalagan. Hayashi yana Xitoy paraxodlarining Sharqi dengizidagi ikki davlatning egilik huquq talash tartishi bor bo'lgan taqim orollar atrofida Yaponiyaning dengiz tavalligiga daxl taruz qilishiga qarata andishasini yetkazgan. Xitoyning Arab Birlashma Xalifaligiga maxfiy harbiy asliha qurish plani Amerikaning orig'i kirishi sababli to'xtab qolgan. Amerika istixborot tarmoqining Xitoyning Arab Birlashma Xalifaligida maxfiy harbiy asliha qurmoqchi bo'lganligini bayqaganligi va bu ahvolning Amerika bilan Arab Birlashma Xalifaligi orasida diplomatik surkilish keltirib chiqarganligini o'tirib qo'yildi. Amerika Wall Street jurnalining ahvoldan xabardor manbalarni asos qilib xabar qilishicha, Xitoy poytaxt Abu Dabining shimoliga 50 kilometr keladigan Xalifa portiga maxfiy harbiy asliha qurmoqchi bo'lgan. Dünya ayollar tennis top jamiyati agar tennis top mohiri Shu Aypingning jinsiy tajovuzchilik ayblashlariga qanoatlanarli javob berilmasa, Xitoyda o'tkazilmoqchi bo'lgan necha 10 million dollarlik musobaqani amaldan qoldirganligini e'lon qildi. Jinsiy tajovuzchilik bilan ayblangan Zhang Gaoli 2013 yildan 2018 yilgacha Xitoyning muavin bosh ministri bo'lgan bo'lib, Shi Jinpingga eng yaqin kishilarning biri. Amerika prezidenti Joe Biden Xitoyning kishilik huquq tajovuzchiligiga qarshi turish uchun kelar yili fevralda o'tkaziladigan Beijing qishliq olimpiyagini diplomatik boykot qilishi mumkinligini aytdi. Biden muxbirlarni kutib olish yig'inida biz navbatda bu ishni o'ylashyapmiz. Hukumat amaldorlarini Amerikaga vakolatan Beijing qishliq olimpiyaga avatmaymiz, lekin tanharakatchilarning qatnashishiga yo'l qo'yamiz degan. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Angliyani o'z davlatining sabrini sinash bilan aybladi hamda fransiyalik barliq baliqchilarga Angliyaning dengiz tavalligida baliq tutish ijozatnomasi berilmaganligini aytdi. Angliyaning Yevropa ittifoqidan chekinish kelishimining yo'lga qo'yilishida masala borligini ifodalagan Macron, fransiyalik baliqchilarning hammasiga ijozatnoma berilmaganligini va bu sababdan talash tortish kelib chiqqanligini bayon qildi. Macron yana bu masalaning Fransiyaga emas, Belgiya, Gollandiya, Germaniya va Norvegiyaga chetilganligini ta'kidladi. Xitoy bilan Hindiston chegara mojarosidan kelib chiqqan jiddiylikni pasaytirish uchun suhbatni davomlashtirishga qo'shildi. Xitoy diplomatiya ministrligining bayonotida Xitoy Hindiston chegara munosabati maslahat va moslashtirish xizmat mexanizmi yig'inida taraflarning diplomatik va harbiy aloqa yo'llarini ochiq qilib, to'qinishni hal qilishga qo'shilganligi xabar qilindi. Amerika turmalarida 2 milliondan ortiq mahbus bor bo'lib, har yili 30 dan 40 minggacha mahbusning islom dinini qabul qiladiganligi o'tirib qo'yildi. Tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, Amerikadagi turmalarda din almashtirganlarning 80% islom dinini tanlashni yaxshi ko'rar ekan. Islom dinini qabul qilganlarning ko'pinchisi Afrika pushtidan bo'lgan amerikaliklar ekan.